haqiqatdan ham bir xil onalar nafrat prizmasi ostida o'zini farzandlariga otasi haqida yomonlab qo'yadi. O'zi 18 yoshga to'ldi farzandi. Yillar davomida otasi haqida mana otang bizani tashlab ketgan, 3 ta farzand bilan mana o'zimizni amallab yashab oyoqqa turdik deb yomonlab kelganligini anglab yetgan ayollarga maslahatim avvalambor farzandiga tan olish. Xatosini o'zi anglab yetdimi, mani gaplarimni eshitib yoki boshqa yo'l orqali anglab yetdimi, farzandini o'tkazib qo'yib o'sha 18 yasharlik, 18 yil yoki 15 yil davomida uqtirib kelingan otang yomon deb uqtirib kelingan ayol o'tirib tan olish kerak xatosini. O'g'lim, men endi yosh bo'lganman. Ichimda juda ham jahlim, g'azabim, otangga nisbatan nafratim kuchayib ketganligi sababli otang haqida men har doim yomon gaplar gapirib kelganman senga. Lekin buni tagidagi hammasini asosi bu o'zimni erimga nisbatan bo'lgan nafratim bo'lgan. Lekin otang sizlarga nisbatan hech qachon yomonlik qilmagan. Otang balkim yomon inson bo'lmagandir. Bizni общий til topisha olmaganimiz sababli shu holatga kelgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun otang haqidagi men gapirgan yomon gaplarim o'zi aslida bu haqiqat deb hisoblamayman o'zimni. Men tan olaman, bu noto'g'ri qilganman bu narsani. Imkon qadar agar haqiqatdan ham o'zingni bilmoqchi bo'lsang, otang bilan yaxshiroq tanishib olgin. Men o'zimni subyektiv fikrim bilan otangni yomonlab qo'yganman. Balkim otang men yomonlaganda yomon inson emasdir. O'zing bir gaplashib, tanishib olganingga hech narsa yetmaydi. Haqiqatdan ham bir xil onalar nafrat prizmasi ostida o'zini farzandlariga otasi haqida yomonlab qo'yadi ajrashgandan keyin. Shu yaxshi narsa emas bu. Keyinchalik o'ziga nisbatan bo'lgan nafrati bolasiniki oshib ketaveradi. Chunki ota baribir yarimi, otasi yarimi onasi deb oladigan bo'lsak hayotda. Qon bor, hammasi shu. Aytolmanki, o'xshash taraflari baribir ko'p bo'ladi. Otasini yaxshi tanib olishga imkoniyat berish kerak bolani o'ziga. Ko'rishib, gaplashib, tanib. Xo'p, buni albatta ajrashgan ota-onalar mana shu fikrlarimni ozgina eshitib, o'zi uchun xulosa qilib o'ylab ko'rish kerak.